Dunyo tarixidagi eng kuchli insonlarning tug'ilgan sanalarida maxsus sir bor. Bu sanalar ostida tug'ilganlar jasoratli, qat'iyatli va o'z maqsadlariga erishadigan kuchli shaxslardir. Balki siz ham shu sanalarda tug'ilgandirsiz. Keling, bilib olaylik. Dunyoning eng kuchli insonlari tug'ilgan maxsus raqamlarni eslab qoling. 3-raqam ruhiy kuchning namoyandasi. 8-raqam rahbarlik va qat'iyat timsoli. 11-raqam ilhom va innovatsiya egalari. 19-raqam maqsad sari yo'ldan qaytmaydiganlar. 23-raqam har qanday vaziyatdan chiqish yo'lini topuvchilar. 28-raqam o'z dunyosini boshqaradigan shaxslar. Agar ushbu raqamlar sizning tug'ilgan kuningizga to'g'ri kelsa, siz dunyoning eng kuchli insonlaridan birisiz. Sanangizni izohlarda yozing va bu sirni boshqalarga ham ulashing. Kuch bu sizning taqdiringizdir.